Vatan inson uchun eng muqaddas maskan. Uning g'ururi, iftixori va tayanchidir. Ona yurtga muhabbat, uning tinchligi va taraqqiyoti uchun daxldorlik hissi har bir inson qalbida bolalikdan shakllanadi. Shu bois mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash davlat siyosati darajasidagi muhim vazifalardan biri sifatida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bugungi kunda yurtimizda yosh avlodni milliy qadriyatlarga hurmat, vatanga sadoqat va yurt kelajagi uchun mas'uliyat ruhida tarbiyalash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa ta'lim muassasalarida tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, ochiq muloqotlar va targ'ibot ishlari yoshlarning ongu tafakkurini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida vatan muqaddas, mening yurtim, mening faxrim, jasorat saboqlari kabi mavzularda davra suhbatlari, tanlovlar va uchrashuvlar o'tkazib kelinmoqda. Shuningdek, harbiy qismlarga sayohatlar, faxriylar bilan uchrashuvlar, tarixiy obidalarga sayohatlar ham yoshlarning vatan tarixi va uning qahramonlariga bo'lgan hurmatini yanada oshirmoqda. Ayniqsa mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar ham ularning vatanga bo'lgan ishonch va mehrini mustahkamlamoqda. Turli tanlov, forum va loyihalarning tashkil etilishi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugun har qachongidan dolzarb vazifa hisoblanadi. Chunki yurt kelajagi bilimli, fidoyi, tashabbuskor va yuksak ma'naviyatli yoshlar qo'lida. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb-hunar egallashlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Ana shu e'tibor va g'amxo'rlik natijasida yoshlarimiz turli sohalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Xususan shaxmat, futbol, dzyudo, boks kabi sport turlarida yosh sportchilarimiz xalqaro musobaqalarda g'olib va sovrindor bo'lib, O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqorilarga, yuksaklarga ko'tarmoqda. Ayniqsa yosh shaxmatchilarimizning xalqaro arenalarida intellektual yutuqlari, futbolchilarimizning nufuzli musobaqalardagi ishtiroki barchamizga g'urur bag'ishlaydi albatta. Shu bilan birga fan olimpiadalarida ishtirok etayotgan iqtidorli o'quvchilarimiz matematika, fizika, kimyo, biologiya, axborot texnologiyalari yo'nalishlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritib, mamlakatimiz ilm-fan salohiyatini namoyon etmoqda. Ularning har bir yutug'i yurt taraqqiyoti va kelajagiga qo'shayotgan munosib hissasidir. Shuningdek, vatan tayanchi, shunqorlar, shunga o'xshash harbiy sport musobaqalari, shuningdek maktablarda tashkil etilayotgan jasorat sinflari, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, faxriylar bilan uchrashuvlar, yoshlarda vatanga muhabbat, milliy qadriyatlarga hurmat va yurt taqdiriga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlamoqda. Aytadigan bo'lsak, vatanparvarlik bu faqat baland shior emas, bu yurt ravnaqi uchun sidqidildan mehnat qilish, ilm olish, sportda va turli sohalarda muvaffaqiyat qozonib, vatan sharafini dunyoga tanitish hamdir. Vatan bu biz tug'ilib o'sgan zamin, bolaligimiz o'tgan qadrdon maskan. Vatan ota-bobolarimizdan bizga meros bo'lib qolayotgan qadrdon yurt. Vatanni onaga qiyoslashadi, chunki vatan ona kabi muqaddas va azizdir. Vatan bu bizning millatimiz, u bilan tilimiz, qadriyatlarimiz chambarchas bog'liq tarzda shakllanadi. Vatanparvar insonlar deb bugungi kunda vatanimiz rivoji uchun o'z hissasini qo'shayotgan har bitta shaxsni biz vatanparvar insonlar deb ayta olamiz. Agarda yoshlarimizni yanada vatanparvar qilib tarbiyalamoqchi bo'lsak, ularda vatanparvarlik ruhini yanada oshirmoqchi bo'lsak, albatta biz vatanimiz haqida ularga ko'proq tushuncha berib, vatanimizni chiroyli go'shalarini sayr ettirib, vatanga bo'lgan mehr muhabbatni oshirishimiz kerak deb hisoblayman. Va shu bilan birga dars jarayonida vatanimizning shonli tarixi, vatanimizning rivojiga hissa qo'shgan buyuk allomalarimiz haqida yoshlarga tushuncha berib, ularga haqiqiy vatanparvar inson qanday bo'lishi haqida ma'lumot berishimiz kerak. Axborot texnologiyalari rivojlangan bugungi davrda yoshlarni turli yodg'oyalar ta'siridan asrash, ularning ma'naviy immunitetini kuchaytirish ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada oila, ta'lim muassasasi va jamoatchilik hamkorligi alohida o'rin tutadi. Chunki vatan taqdiriga befarq bo'lmagan, mustaqil fikrlaydigan va yurt ravnaqi uchun intiladigan yoshlar mamlakat kelajagining mustahkam poydevoridir. Har bir insonning qalbida vatanga bo'lgan muhabbati, mehri bo'lishligi kerak. Yana bir vatan ostonadan boshlanadi deydilar.
Ostona bu oilamiz, o'sha oilada yetishtirayotgan barcha farzandlar o'sha vatanga bo'lgan mehr, muhabbat bo'lishligi kerak. Yosh avlodni tarbiyalashda biz pedagoglar ham o'sha oila bilan birgalikda, hamkorlikda ta'lim va tarbiyani birgalikda olib borishligimiz kerak. Vatanni har bir tuprog'ini, undagi bor narsani sevishimiz, qadrlashimiz joiz deb bilaman. Vatandagi uning bayrog'i, madhiyasi, uning har bir tilimiz, dinimiz, go'zal e'tiqodlarimizni yosh avlodga biz pedagoglar yetkazib bera bilishimiz kerak. Inson qalbidagi vatan o'sha tug'ilgan bo'shasidan boshlanadi. Oiladagi tinchlik, totuvlik o'sha vatanga bo'lgan tinchlik, totuvlik deganidir. Mana biz pedagoglar o'sha yosh avlodga vatanga bo'lgan mehr, muhabbatni uyg'otish maqsadida ham namunali ishlar olib borilmoqda. Bizning maktabimizda mana shu yili 2025-yil, 2026-yil o'quv yillarida ko'plab pedagoglarimiz, mana 10 nafarga yaqin pedagoglarimiz 70% ustamani qo'lga kiritishdi. Bu bilan birgalikda Turon teatri mana faxrli 3-o'rinda olishdi. Yana bundan tashqari ham ancha olimpiadalarga borib, faxrli o'rinlar olib, sportda ham ko'kragi to'la nishonlar bilan kelyapti. Bu bilan biz faxrlanamiz. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni yosh avlod o'sha vatanni sevishni o'sha maktabdan ham ko'rsata bilyapti. Ya'ni bular ertaga kelajakda jahon chempionlari bo'lishlik hech qanday bir mubolag'a bo'lmaydi. Mana ko'rib turibmizki, sportda ham vatanimizni bayrog'ini yuksaklikka ko'tarayotgan yoshlarimizni ko'rib faxrlanamiz. Ya'ni o'sha vatanni bayrog'ini yuksaklikka ko'tarish, o'sha vatan tuyg'usini yuksakligini ko'rsatib beradi. Inson ulg'ayapti, demak, biz o'sha ulg'ayayotgan yoshlarga yanada o'sha ruhini shakllantirish uchun biz ularga o'sha onasi, otasiga muhabbat, o'sha muhabbat bilan birgalikda vatanni sevish kerakligini ham ta'kidlab o'tishimiz kerak. Vatan tuyg'usi ana shu bir kichik niholdan boshlanadi. Ibn Sino bobomizga 3 yoshli bolani olib borganda biz kech qolibsan, tarbiyani ona qonidan boshlash kerak deyiladi. Ya'ni o'sha onalarni ham o'sha namaga vatanga bo'lgan muhabbatni, ruhini shakllantirishimiz kerakki, o'sha ota-ona o'sha tarbiyalayotgan farzandni vatanga kerakli bir nimani bera oladi, oziqani bera oladi deb o'ylayman. Vatanparvarlik bu faqatgina baland shior emas, balki ona yurtga muhabbat, xalqqa sadoqat va yurt tinchligini asrashdek ulug' burchini anglashdir. Ana shunday yuksak fazilatlarga ega bo'lgan yoshlar esa mamlakatimiz taraqqiyoti va kelajagining ishonchli egalari bo'lib kamol topmoqda. Ta'lim bilan tarbiya baravar vatanparvarlik ruhi ostida o'qituvchilar tomonidan yoshlarga singdirilyapti bugungi kunda. Hozirgi o'quvchilarimizni juda ham faol, bilimga chanqoq, turli xil yutuqlarni qo'lga kiritib kelyapti. Maqsadimiz bolalarga vatanparvarlik ruhida ta'lim tarbiya berish. Vatanparvarlik inson hayotidagi eng ulug', eng yuksak cho'qqi hisoblayman o'zim. Vatanparvar, vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik ruhida yoshlarni o'stirish yoki bo'lmasa vatanga bo'lgan ishonchini ularni shakllantirish pedagoglarning qo'lida juda ham katta hissasi bor pedagoglarning bunda. Chunki har bir o'qituvchi o'zi qanday vatanini yaxshi ko'rsa, o'quvchilarga ham shunday ta'lim berish jarayoni juda ham yaxshi shakllangan deb hisoblayman. Bugungi kunda olib borilayotgan kelajak soati darslarida vatanparvarlik ruhi juda ham zo'r yoritilgan. Tarixiy filmlarda, videoroliklarda bularni hammasi vatanga bo'lgan muhabbat, vatanparvarlik ruhida olib borilyapti. Ya'ni vatan insonning tug'ilib o'sgan joyi, kindiq qoni to'kilgan maskani, u eng xuddi onadek aziz dargoh, bekorga vatan ona kabi muqaddas deb ta'kidlamaymiz. Bugungi kunda yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatini shakllantirishda biz asosan o'tgan asrlarda vatan uchun bo'lgan kurashlarda yoki tarixiy shaxslarni yoki Sohibqiron Amir Temurni oladigan bo'lsak yoki har bir fan, ilm yo'lida o'z hissasini qo'shgan buyuk tarixiy shaxslarni oladigan bo'lsak, ularning hissasi ham vatan uchun eng katta namuna bo'lib o'quvchi yoshlarga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Bugungi kunda hozir rivojlanayotgan mamlakatlar qatoriga kirishimizda eng birinchi o'rinda yoshlarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish eng asosiy
bosqich hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish va yurtga sadoqat tuyg'usini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Zero, vatan ravnaqi, uning tinchligi va kelajagi bilimli, jasur va fidoyi yoshlar qo'lidadir. O ota makonim, onajon o'lkam. O'zbekiston jonim to'shay soyangga, sendek mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimni alishmasman bedapoyanga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim, qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshni tik tut deb, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin. Yo xudbinman men, yo bir soatda kasman men, Parijning eng go'zal restoranlarin bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin. Ko'zdan uyqu qochdi, dildan halovat, 3 kunda sog'insam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'i o'zing. Bildimki yaqini shu tuproq menga, bahorda, baxmalda tug'ilgan qo'zing, arab ohusidan azizroq menga. Sen bilan o'tgan har kun bayramdir ba'zim, sensiz bir on qolsam vahmim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi. Jamiyatimizda eng avvalo o'sha farzandlarni tarbiyalashda biz pedagoglar ota-ona bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Yosh avlodni tarbiyalashda pedagoglarimiz ham juda ham jonbozlik qilish kerak. Chunki hurmatli prezidentimiz o'sha maktabga, ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor beryapti. Bu nimadan? O'sha yosh avlodni birinchi o'rinda tarbiya, ta'lim bilan birgalikda olib borishligi kerak deydi. Aytadi-ku, agarda tarbiya birga teng va uning bosqichma-bosqich hayotini olib qaraydigan bo'lsak, 00larni qo'shib 100, 1000, millionlarga yetadi deydi. Agar o'sha birinchi bir bo'lmasa deydi, olgan har bir ta'liming ham yoki bo'lmasam erishgan yutuqlaring ham 0 ga teng deyiladi. Shuning uchun inson hayotida birinchi o'rinda tarbiyani shakllantirish kerak. O'sha tarbiya insonni to'g'ri yo'lga boshlaydi va o'sha oilani ertaga kelajagini yuksaklikka olib chiqadi. O'shanday ta'lim va tarbiyani chiroyli qilib shakllantirgan inson hech qachon vataniga bir yomonlik ravo ko'rmaydi. Vatanni tuyg'usi ana shu qalbdagi bo'lgan chiroyli bir tuyg'uda deb bilaman. Vatanni sevishimiz kerak, ardoqlashimiz kerak va yosh avlodni ham o'shanga o'rgatishimiz va shakllantirishimiz kerak deb o'ylayman. Ta'lim muassasalarida olib borilayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar, harbiy vatanparvarlik tadbirlari yosh avlodni milliy g'urur va iftixor ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday ezgu ishlardan biri Samarqand shahar 1-umumta'lim maktabida tashkil etilgan jasorat sinfi faoliyatida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mazkur sinf yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda intizom, mas'uliyat va fidoyilik tuyg'ularini shakllantirish maqsadida tashkil etilgan bo'lib, bu yerda o'quvchilar uchun turli mashg'ulotlar o'tkazilmoqda. Men jasorat sinfini tanladim. Chunki jasorat insonni maqsad sari yetaklaydigan eng katta kuchdir. Bu sinf menga bilim olish, o'zimni tarbiyalash va kelajakda vatanga foydali inson bo'lish imkonini beradi. Jasoratli inson hech qachon qiyinchiliklardan qo'rqmaydi, doimo oldinga intiladi. Men ham mard, qat'iyatli va faol o'quvchi bo'lishni istayman. Shu sababli jasorat sinfini tanladim. Men jasorat sinfini tanladim chunki bu sinf menga bilim olish, o'zimni tarbiyalash va kelajakda vatanga foydali inson bo'lish imkonini beradi. Men albatta kelajakda vatanimga munosib farzand bo'laman. Men jasorat sinfini tamomlab kelajakda vatanimga xizmat qiladigan jasur, fidoyi, bilimli farzand bo'laman. Jasorat sinfida o'quvchilar nafaqat harbiy bilim, balki vatan tarixi, milliy qahramonlar jasorati, mustaqillikning qadri va yurt tinchligini asrash kabi muhim mavzular yuzasidan keng ma'lumotlarga ega bo'lmoqda. Shuningdek, ularda jamoaviylik, yetakchilik, matonat va yurtga sadoqat fazilatlarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sen haqingda qayg'urish bu mening burchim, gullab yashna doim, ey aziz yurtim, vatan muqaddasdir, unutmang do'stlar. Shu vatanda ulg'aydik biz qora ko'zlar. Vatan mening yuragim, mehrga to'la quchog'im. Seni sevib yashayman, ey yurtim, iftixorim. Vatan kelajagi yoshlar qo'lida. Bizlar yaxshi o'qisak, yaxshi bilim olsak, vatanni jondan sevsak, vatanga sadoqatli bo'lsak, shu vatanda bayroqlarini ko'klarga ko'tarsak, shundagina vatan kelajagi buyuk bo'ladi. Vatan bu mehr va faxrdir. Chunki vatan bu bir kichik oiladir. Oilada mehr,
fidoyilik bo'lsagina vatan vujudga keladi va bu vatanda sadoqatli bo'lsa vatanda rivojlanish bo'ladi. Sinf doirasida harbiy qismlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari bilan uchrashuvlar, saf tayyorgarligi mashg'ulotlari, sport musobaqalari va turli tanlovlar tashkil etilayotgani yoshlarning qiziqishi va faolligini yanada oshirmoqda. Bu esa kelajakda vatan himoyachisi bo'lishini orzu qilayotgan yoshlar uchun muhim tajriba va hayotiy maktab vazifasini o'tamoqda. Vodiylarda yayov kezganda bir ajib his bor edi menda, chappar urib gullagan bog'in, o'par edim vatan tuprog'in, odamlardan tinglab hikoya, o'sar edi shoirda g'oya. Daryolardan kuylab o'tardim, ertaklarga quloq tutardim, hammasini tinglardim, ammo o'xshashini topmasdim aslo. O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston, dostonlarda bitgan guliston, O'zbekiston deya atalur, uni sevib el tilga olur. Vatanim mehrim faxrimdir mening, bag'ringda unadi ezgu tilagim, sening tuprog'ing ham azizdir menga, senga fido bo'lsin yurak yuragim. Vatan aziz onamiz, olamda yagonamiz, birov unga qasd qilsa olov bo'lib yonamiz, kuydiramiz beayov, bilib qo'ysin shuni yov. Onalar ko'z yoshini botishini istamaymiz, vatan aziz onamiz, olamda yagona dugdonamiz. Bugungi kunda yoshlarni turli yot g'oyalar ta'siridan asrash, ularning ma'naviy immunitetini mustahkamlash ham davr talabiga aylangan. Bu borada ta'lim muassasalari, ota-onalar va jamoatchilikning hamkorligi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki vatanga sadoqatli, bilimli va yuksak ma'naviyatli yoshlar mamlakatning ertangi kuni, yurt tayanchi va xalq ishonchidir. Samarqand shahar 1-umumta'lim maktabidagi jasorat sinfi faoliyati ham ana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qilib, yosh avlodni haqiqiy vatanparvar, jasur va fidoyi insonlar etib tarbiyalashda muhim o'rin tutmoqda.